Assalomu alaykum akalar, ukalar, Chorish bozor akalar. Bugun 2 dona buqalarimiz bor. Sizlarga chiroyli qilib yorib berishga harakat qilamiz. Qani ketdik akalar. Bugun 11-dekabr, hafta kuniga payshanba bo'lyapti akalar. Bitta jaydar buqamiz bor, bitta fermani buqasi bor akalar. Mana. Qani ketdik ko'ringlarchi. Mo jaydar buqadan boshlasak, 1,5 yosh. 1,5 yosh atrofida, chunki kurak chiqarmaganda etlari ham yo'q joyida mana. Olasizlar 3 oy turib boqasizlar yetiladi. Bu zotga, boshqaga emas. Faqat go'shtga. Bo'ylari 1,25 chiqyapti. Bu Golden Frise buqachamiz. Mana, yaxshi ko'rsataylik. Orqalari ko'rinyaptimi? Mana. Buni bo'yi 1,22, 6,5 oylik xolos. Bu 6,5-7 oylik akalar. Bu yosh. Bo'yi 1,23 sm kichkina xolasmi kattadan. Mana, akalar. Sog'lom ekosi ham. Mana ko'ringlarchi. Endi nima deylik, narx-navosi keldingmi? Andijon viloyati Sharxon tumani o'zimiz xonadondan akalar. Mana. Endi buni bir 350 kilo kepasa kerak. Videoda qanaqa ko'rinyapti, men ham bilmayman. 340-350 kepasa kerak, yana bilmayman. Jinda sho'xroq ham akalar, jinda sho'xroq. Olasizlar, baylaysizlar, 2-3 oy bahsida yetiladi-da, xudo xolasa. Buni narxini 21,5 million so'm qo'yamiz akalar. 21,5 million so'm. Kelib ustida ko'rib olishinglar ham mumkin. Xohlasanglar akalar. Kelib ustida ko'rib olgan yetmaydi. Tashlab berish hech narsa emas. Buni narxini buni narxini 17 million qo'yamiz akalar. 17 million qo'yamiz. Qalay bo'ldi narxlar akalar? Zo'r bo'ldimi? Like bosib qo'ysanglar bo'ldi akalar. Alloh rozi bo'lsin hammadan. 21,5 millionga 17 million akalar. Bozorda beramikin 21,5 millionga. Kami bor. Dastlabkasini ham qilib beraman xudo xolasa akalar. Mashinani buzib olmasa bo'ldi bu. Qilib beramiz dastlabkasini. Bu buqamizni saqasi bitta akalar. Saqasi bitta. U pichima emas. Saqasi bitta, radnoy-da. Bali pichimaga kirmaydi. Endi hali aytib ketish ham yo'qda aytib qo'yish kerak-da. Shunaqa injiq odamlar bor-da. Hali pichima o'rnida buqa katta bahslar ham olmaydi. Bozorga borishlar ayb deb anaqa qilmaydi. Bitta. Telefon qilaverasizlar akalar, kelishamiz.